Tez ozish faqat kasallik tufayli yuz beradi. Qandli diabet, tireotoksikoz, saraton va boshqa kasalliklarda organizmda yog'lar tez parchalana boshlaydi. Dissimilyatsiya jarayoni faollashib ketadi. Sog'lom ozish me'yorlari. Xalqaro tavsiyalarga ko'ra, har bir inson 3-6 oy mobaynida hozirgi tana vaznidan 5-10% ga ozishni tavsiya qilinadi. Masalan, kimdir 100 kg bo'lsa, uning 10% 10 kg hisoblanadi. Boshqa hollarda bunday tez ozish yoki organizmga jiddiy zarar yetkazadi yoki haqiqatga mos kelmaydi. Ijtimoiy tarmoqlardagi asossiz da'volarga ishonmang. Sog'lig'ingizni asrang va faqat ilmiy asoslangan ma'lumotlarga ishoning. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling. Tez ozish faqat kasallik tufayli yuz beradi. Qandli diabet, tireotoksikoz, saraton va boshqa kasalliklarda organizmda yog'lar tez parchalana boshlaydi. Dissimilyatsiya jarayoni faollashib ketadi. Sog'lom ozish me'yorlari. Xalqaro tavsiyalarga ko'ra, har bir inson 3-6 oy mobaynida hozirgi tana vaznidan 5-10% ga ozishni tavsiya qilinadi. Masalan, kimdir 100 kg bo'lsa, uning 10% 10 kg hisoblanadi. Boshqa hollarda bunday tez ozish yoki organizmga jiddiy zarar yetkazadi yoki haqiqatga mos kelmaydi. Ijtimoiy tarmoqlardagi asossiz da'volarga ishonmang. Sog'lig'ingizni asrang va faqat ilmiy asoslangan ma'lumotlarga ishoning. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.